Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 2 gektardan oshiq joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Tadbirkor akalarimizga yoki fermer akalarimiz uchun. Rishtondan Oxir metanidan 500 metr kirganingizda, xohlasanglar bo'lib olinglar, xohlasanglar optim krupniy olsanglar ham bo'ladi. Hozir ichlar bilan birma-bir sizlarni tanishtiraman. Bu joyimizda o'quv markazi qilasizlarmi, bog'chami mana. Katta maydon, bo'm-bo'sh turibdi. Xohlagan narsalarni qilishlaring mumkin. Ofis qilaman degan akalarimizga ham, mana tadbirkor akalarga men hozir ichini ko'rsataman. Mana hamma yo'g'i tayyor. Nargi xonamiz ham bor, hozir ko'rsataman. Mana bu xonamiz ham tayyor. Ishchilarga mana yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Rossiya issiq ekan. Joylarni qaranglar, akkurat, chiroyli qo'yishgan. Mana yana bitta joyimiz, omborxona qilasizlar, nima qilasizlar? Mana katta joy. Joy qidirib yurgan akalarimiz uchun mana zo'r joy. Bu joyimizda katta xolodilnikimiz bor. Opshi nimasi 600 tonna sig'ar ekan. 4 ta bo'lingan, 1, 2, 3 turga bo'lingan. Bu joyimizda chorvachilik qilaman desangiz ham, qo'y, mol boqaman desangiz ham, qishki, yozgi joylari tayyor, katta maydon mana. Bu joyimizda bo'm-bo'sh yer bor. Dehqonchilik qilasizlarmi, chorvachilikmi yoki bir issiq haligi parnikmi yoki bir ishlab chiqarish joy qurasizlarmi? Rosa sharoiti zo'r, mana qaranglar. Bu joyimiz ham rosa katta ekan, kirish joyi mana qaranglar. Bu yerga elektr ishlarimi yoki bir omborxonami nima qilsangiz ham betam beriladi. Bu narsamizni olib ketishadi. Bu hamma qo'yayotgan joylarimiz noturar joy ekan. Issiqxonamiz qaranglar, limonlari mevaga kirgan, normalniy daromad qilsangiz bo'ladi. 7 sutka ekan, uzunligini qaranglar, mana sizlarga ko'rsataman. Bunaqa parnikimizdan 2 ta bor, mana narigi tomonida ham bor. Mana sizlarga obzorini qilib beryapman. Dehqon akalarimiz, chorvachilikni yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun mana rosa ham zo'r variant, sharoitiga gap yo'q. Kimga kerak bo'lsa pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, xohlagan joyingizni baraka qilib olishingiz mumkin.